Odnoklassnikdagi do'stlar, O'zbekiston Osiyo chempionlar kubogini qo'lga kiritdi. Yes, gaziga bos O'zbekiston. Yashadin O'zbekiston! Qarsak talyapti yigitlar. Qarang, qarsak ajoyib, zo'r. Mana, respekt yigitlarga. Ya'ni bizning futbolchilar nazarda tutyapman. Shunday. Undan keyingi kadr emas. Lekin bir narsa borki, Nima? bu yigitlar o'sha aytdim, o'sha Toshkentda bunyodkorni yaxshi eslaymanda. Mana Abdulaziz Alfavaz. Bu nima bo'ldi? Nima? Mukofotlar bor, topshiriladigan. Final tashlab bergichmi? Shunga ham beraman. Ishlaganing uchun rahmat. O'sha sovrinlar O'zbekistonga Tarilka sindirib qo'ymasin qo'lini. quruq ketmaydigan bo'ldi. Finalda boshni qoqqanini Ketdi. Baribir qilaman. Baribir qilaman. Ajoyib. ko'rib qo'yadi. Tarbiya qilganlarga, oilasi, ota-onasi, murabbiylari, barchaga rahmat. Hamma futbolchilarimizning ota-onasiga rahmat va dastlabki saboqlarni bergan murabbiylardan tortib shu darajaga yetkazganlarga. Eng yaxshi darvozabon Ne'matulloh Rustamjonov. Mana degan ulug'baqqa. Sevgilarim. Hatto bugun 6-chisida ham urushib o'tgan. Darvozabon Haydar qoldida. Tabriklaymiz Asadbekni. Olqishlab kuzatyapsiz, ishonaman. Bu yigitlarni eslab qoling. Va ishonaman, ular ishlashda to'xtab qolishmaydi. Gol Va uradi. keyingi qadamlarni tashlashadi. Yes. Kelajak ular. E'lon qilindimi biz oldin? Shumi shu bo'ldi? Pozitsiyada turibdi-da. Raqib kuzatishga majbur, oq planni qarang, raqib kuzatishga majbur. Kim uribdi? A'lo. Kim turibdi? Ajoyib jamoa. Sadriddin Hassanov, bunyodkor vakili. Qo'li ko'ksida. Barakalla. Bugungi super gol uchun, final uchun, butun turnir uchun boya aytganimizdek barcha futbolchilarimiz. Mo'minxon Bahodirxonov, Miraziz Abdukarimov, Miraziz, Miraziz. Hasanov, Nurbek Sasinbayev, Muhammad Habibullayev, Sayfiddin Sodiqov, Muhammadali Musaxonov, Abubakir Shukurullayev, Azizbek Erimbetov, Ne'matulloh Rustamjonov, Ibrohim Shokirov, Hojiakbar Botiraliyev, Amirxon Murodov, Akbar Muhammadov, Bahodir Ezbaskanov, Abdulloh Fazliddinov, Behruz Saidmurodov, Azizbek Abdumominov, Jamshidbek Rustamov, Asadbek Aliyev, Faridjon Abdullayev, Mahmudjonov, Yosh bolalar tasiga 98-99. Islom 2008. Kumush medal beribdi. Butun murabbiylar shtabi hammasi menejerdan tortib shifokorlar, matbuot kotibi, administratorlar, massajchilar, Butun jamoa, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, butun o'zbek futboli uchun yangi muhim g'alaba, yutuq, titul bo'lmoqda do'stlar. Uning atrofida ishlagan, mehnat qilgan, katta kichik kim bo'lsin, sharoit yaratgan, imkon bergan
maydonda yugurgan, maydon chetida bo'lgan barcha. Bahodir Xonov, Sardorimiz. Sardor. Taxti medalni, kubok shu yerda. O, Va Молодец. hozir Mo'minxon O'zbekiston. O'zbekiston. O'zbekiston Osiyo chempioni! молодец. Birga ko'rdik, muborak bo'lsin barchangizga. Tabriklaymiz. Chin dildan. O'zbeklar olg'a. Endi O'zbekiston bayram qo'yinglar mana shu Bo'ldi. Boshda va finalda portlatib tashlashdi bizlar bilan. Mana shunday qo'lga kiritiladi chempionlik. Mana shunday yoziladi tarix, mana shunday mardonavor tarzda bosib o'tiladi chempionlik yo'li. Ovni yutarish qiyin. G'alaba Ha, qo'lga o'lsin. kiritiladi do'stlar. Hammaga rahmat. Boya aytdik-ku, endi hissiyotdamiz, hissiyot ustidamiz. Balki nimadir ekan chiqargandirmiz, lekin eng asosiysi bu onlarni mana bu murabbiyimiz qahramon. Jahon chempionati bizni kutib ol. Biz albatta u yerda ham yorqin o'ynashga harakat qilamiz. Tayyorgarlik bo'ldi. Bu yog'iga tayyorgarlik. Umitsiga qaragan bular Eyforiyaga berilmasdan, emotsiyalarni tezroq bosib, jiddiy tayyorlanishimiz kerak. Darakani oshirish vaqti keldi. Aynan shunday. Nafaqat o'smirlar toifasida. Katta jiddiy milliy jamoamiz. Yechib bitdimi? Mana, o'sha musiqa shu yerda. Shu Ana yerda. endi Nima qilamiz? Mana ular. Kadr orti qahramonlar. Tomosha qilishimiz kerak. Bu foto hozir muhrlanadi, hamma ijtimoiy tarmoqlarda aylanadi. Va keyincha